asal oldim og'ayni yeb ko'rchi. Mana tabiat. Arzorga kelib, tabiat qo'ynida arilarga qarab dam olib ketamiz. Arilarga bugun ham kelib qo'shimcha ovqat berib ketdim. Mana. Arilar kostyumasini juda ham zo'r ishlayapti. Po'lat dodaga kattakon rahmat. Ari boqishimiz uchun, asalarichilik boshlashimiz uchun kattakon yordam berganlar Po'lat doda. Jonlari sog' bo'lsin. Baxtiyor akaga ham kattakon rahmat, jonlari sog' bo'lsin. Mashinalarini 07 Jigulilarini beradigan bo'ldilar, jonlari sog' bo'lsin, umrlari uzoq bo'lsin. Ularga ham kattakon rahmat. Xudo xolasa keyingi yil bahorda bu yoqqa ham xudo xolasa asalari yashilarini qo'yamiz deb turibmiz, rejalashtirib turibmiz xudo xolasa. Bu yoqda bir tomonda bo'ladi, ikkinchi tomoni bu yoqda bo'ladi mana. Xudo xolasa bu yoqqa ham asalari yashilarini qo'yamiz. Shu xonadonning o'zida 10-15 yashik qilib turib qolganini xudo xolasa toqqa olib chiqib ketish niyatimiz bor. Baxtiyor aka mashinalarini beradigan bo'ldilar. Xudo xolasa asalari yashilari bo'yicha, keyin asal bo'yicha, asalari paketi bo'yicha YouTube'da nomerlarimiz bor. Aloqaga chiqaverasizlar. Arzor hosilotda turibdi Krasnosda. Bemalol kelib ko'rib, arilarni ko'rib, asal mavsumida asalni yeb ko'rib sotib olaverasizlar mana arilarni ishlashi. Mana asal olganmiz, mana ozgina. Xudo xolasa degustatsiya qilib ko'ramiz.